Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy obunachilari. Bugungi videomizda sizni juda muhim va shoshilinch xabar bilan tanishtirmoqchiman. Bu ma'lumot rostini aytsam, har bir pensiya oluvchi shaxs uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar siz yoki sizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz pensiya oluvchi bo'lsalar, ayniqsa armaydan boshlab pensiya to'lovlari bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi hollarda yangi ma'lumotnoma taqdim etilmasa, pensiyangiz umuman bloklanishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Shuning uchun diqqatingizni jamlashingizni va videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Ushbu muhim xabarni boshqalarga ham yetkazish uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning yaqinlaringizga yordam berishi mumkin. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib boriladi. Maqsad pensiya to'lovlari manzilli bo'lishini ta'minlash, ortiqcha byurokratiyaga barham berish va eng muhimi, mablag'larning faqat haqli shaxslarga yetib borishini kafolatlash. Ilgari ko'pchilik hollarda pensiya oluvchilar uchun ma'lumotlarni yangilash yoki qo'shimcha hujjatlar taqdim etish zarurati kamroq yuzaga kelardi. Masalan, ba'zi turdagi pensiyalar ma'lum muddatga avtomatik tarzda uzaytirilar edi. Yoki pensioner o'z shaxsini tasdiqlash uchun har yil maxsus idoralarga borishga majbur emas edi. Ayniqsa uning hisobiga pensiya muntazam tushib turgan bo'lsa, tizim ba'zi jihatlarda soddalashtirilgan, lekin ayni paytda ba'zi kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, pensiya oluvchining vafoti haqidagi ma'lumotlar kechikib kelishi yoki pensionerning boshqa davlatga ko'chib ketganligi holatlari o'z vaqtida aniqlanmasligi mumkin edi. Natijada ba'zi hollarda pulni o'zlashtirish yoki to'lovlarni noqonuniy ravishda davom ettirish holatlari yuzaga kelishi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgardi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgarishlar va qat'iy nazorat tufayli 1 maydan boshlab pensiya to'lovlariga nisbatan yangi talablar kuchga kiradi. Bu talablarning asosiy mohiyati shundaki, ba'zi toifadagi pensiya oluvchilardan o'zlarining tirikligi, yashash joyi yoki pensiya olishga bo'lgan huquqlarni tasdiqlovchi yangi ma'lumotnomani taqdim etish talab qilinadi. Bu ma'lumotnoma asosan pensionerning shaxsiy ma'lumotlari haqiqiyligini va u hali ham pensiya olish huquqiga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjatdir. Agar ushbu hujjat belgilangan muddatda va tartibda taqdim etilmasa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar pensiya to'lovlarini vaqtincha yoki butunlay to'xtatib qo'yish huquqiga ega bo'ladilar. Bu degani, shunchaki kartangizga pensiya tushmay qolishi mumkin. Bu yerda yangi ma'lumotnoma deganda, odatda o'sha paytda dolzarb bo'lgan sizning shaxsingizni, yashash manzilingizni yoki pensiya olish huquqingizni tasdiqlovchi so'nggi ma'lumotnoma nazarda tutiladi. Bu jarayonning asosiy sababi davlat mablag'laridan foydalanishda shaffoflikni oshirish va har qanday suiiste'molliklarning oldini olishdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kim uchun bu qoida ayniqsa muhim va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kimlar tashvishlanishi kerak? Bir chet elda yashovchi pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, pensiyani O'zbekistondan olib, hozirda boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz, bu qoida siz uchun juda muhim. Masalan, O'zbekistondan pensiya olib, Germaniyada qizining yonida yashayotgan yoshli Buvijon Aziza misolini olaylik. Uning pensiyasi har oy O'zbekistondagi bank kartasiga tushadi va qizi bu pulni unga yuboradi. Ilgari Aziza Buvijon har yil O'zbekistonga kelib, o'zini ko'rsatishga yoki biron bir ma'lumotnoma olishga majbur emas edi. Hozir esa Aziza Buvijonning shaxsan tirikligini va unga pensiya to'lash davom ettirilishi kerakligini tasdiqlovchi yangi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma konsullikda yoki elchixonada rasmiylashtirilishi yoki boshqa belgilangan tartibda olinishi lozim. Agar bu ma'lumotnoma taqdim etilmasa, uning pensiya to'lovlari 1 maydan boshlab to'xtatilishi mumkin. Shuni unutamanki, har bir davlatning o'z qonunchiligi bor va aynan shu masalada O'zbekiston ham o'z tartib qoidalarini joriy etmoqda. Lekin vasiylik yoki ishonchnoma asosida pensiya oluvchilar, ba'zi pensionerlar, ayniqsa yoshi ulug', kasal yoki nogironligi bor shaxslar pensiyalarini o'z yaqinlari orqali, ya'ni vasiylik hujjatlari yoki ishonchnomalar asosida oladilar. Masalan, 5 yoshli Bobo Sobirning pensiyasini har oy uning o'g'li bankomatdan olib beradi. Bobo Sobirning ahvoli yomonligi sababli
u pensiya jamg'armasiga yoki bankka borib kelishga qiynaladi. Ilgari o'g'li uchun faqat ishonchnoma bo'lsa kifoya edi. Endi esa bobo Sobirning shaxsan tirikligini tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotnoma talab etilishi mumkin. Bu ba'zan firibgarlik holatlarining oldini olish uchun qilinadi. Ba'zida vafot etgan shaxsning pensiyasini hali ham yaqinlar olishda davom etish hollari uchraydi. Mana shunday vaziyatlarning oldini olish uchun qat'iy choralar ko'rilmoqda. O'g'li bobo Sobir uchun bu ma'lumotnomani olib kelishga majbur bo'ladi. Aks holda boboning pensiyasi bloklanishi mumkin. Uzoq vaqtdan beri ma'lumotlarni yangilaganlar, agar siz uzoq vaqt davomida, masalan 3 yildan ortiq vaqt davomida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilmagan, ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz, siz ham xavf ostida bo'lishingiz mumkin. Ba'zan pensiya oluvchilar yashash joyini o'zgartiradilar, familiyalarni o'zgartiradilar, lekin bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga xabar bermaydilar. Masalan, Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelgan 65 yoshli amaki Anvar 3 yildan beri Toshkentda yashaydi. Lekin pensiyasi Farg'onadagi eski manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan. U bank kartasi orqali pensiya olgani uchun pensiya jamg'armasiga bormagan. Hozir undan shaxsini va yashash joyini tasdiqlovchi yangi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ham tizimdagi ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlashga qaratilgan. 4. Alohida turdagi pensiya oluvchilar. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi alohida turdagi pensiyalarni oluvchilar ham diqqatli bo'lishlari kerak. Masalan, 65 yoshli Dilnoza opaning nogironlik pensiyasi bor. Uning nogironlik guruhi har bir necha yilda qayta tasdiqlanishi kerak. Agar u belgilangan muddatda tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan o'tmagan bo'lsa yoki tegishli ma'lumotnomani taqdim etmagan bo'lsa, uning pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Bu ayniqsa muhim. Chunki bu turdagi pensiyalar har doim ham doimiy emas. Ularning davomiyligi tegishli hujjatlarning yangilanib turishiga bog'liq. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Ko'pgina pensionerlar uchun esa bu yangilik hech qanday muammoga olib kelmasligi kerak. Agar siz 1. O'zbekiston hududida yashasangiz, ya'ni siz doimiy ravishda O'zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qilsangiz, sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'liq va aniq bo'lsa, siz ko'p hollarda xotirjam bo'lishingiz mumkin. Masalan, 75 yoshli buvijon Fatima Toshkentda yashaydi. Pensiyasini har oy o'z bank kartasiga oladi. U oxirgi marta 1 yil oldin bankka borganda ma'lumotlarni yangilagan edi. Uning holatida pensiya jamg'armasi uning tirikligini va yashash joyini Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazasi orqali avtomatik ravishda tekshirishi mumkin. Shuning uchun unga qo'shimcha ma'lumotnoma olish talab etilmasligi ehtimoli yuqori. 2. Ma'lumotlaringiz muntazam yangilanib tursa, agar siz yaqinda, masalan, so'nggi 1-2 yil ichida pensiya jamg'armasi bo'limlariga borgan bo'lsangiz, yoki bank kartangizni yangilagan bo'lsangiz, yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida FSHDYO biron bir hujjat rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz yangi hisoblanadi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuv tizimi yo'lga qo'yilganligi sababli bu ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanishi mumkin. Masalan, 38 yoshli bobo Temur har 6 oyda bir marta pensiya jamg'armasiga borib, o'z murojaati bilan bog'liq ishlarni amalga oshiradi. Uning ma'lumotlari doimiy ravishda yangilanib turganligi sababli unga qo'shimcha ma'lumotnoma talab etilmaydi. Shunga qaramay, har bir holat individual ekanligini unutmang. Agar siz o'zingizning holatingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, har doim tegishli organlarga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz tavsiya etiladi. Ertaga kech bo'lmasin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar, bu kabi yangiliklar doim o'ziga xos murakkabliklar va noaniqliklarni keltirib chiqarishi tabiiy. Keling, shu jihatlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Istisnolar. 1. To'shaqda yotgan yoki kasalxonada davolanayotgan shaxslar. Ba'zi pensionerlar, masalan, keksalik tufayli to'shaqda yotgan yoki og'ir kasallik tufayli kasalxonada uzoq muddat davolanayotgan bo'lishi mumkin. Ularning shaxsan pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotnoma olishlari deyarli imkonsiz. Bunday holatlarda qonunchilikda maxsus tartiblar nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Odatda bunday vaziyatlarda pensiya jamg'armasining xodimi tibbiyot muassasasidan ma'lumotnoma asosida pensionerning yashash joyiga yoki davolanayotgan joyiga borib, uning shaxsini tasdiqlashi mumkin yoki vasiylik organlari orqali tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish mumkin. Muhimi, bunday holatlarda imkon qadar tezroq
pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, vaziyatni tushuntirish va yordam so'rash kerak. Masalan, 9 yoshli bo'yjon Xadija insultdan keyin to'shaqda yotib qolgan. Uning o'g'li pensiya jamg'armasiga borib, vaziyatni tushuntirdi. Jamg'arma xodimi tibbiy ma'lumotnoma asosida bu bo'yjonning uyiga tashrif buyurdi va barcha kerakli hujjatlarni joyida rasmiylashtirdi. Bu jarayon pensionerlarning insoniy huquqlarini hurmat qilishni ta'minlaydi. 2. Chet elda yashab safarga chiqa olmaydiganlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, chet elda yashovchi pensionerlardan yangi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ammo ba'zi holatlarda ular sog'lig'i yoki boshqa sabablar tufayli O'zbekiston elchixonasiga yoki konsulligiga borib ma'lumotnoma rasmiylashtira olmasligi mumkin. Bunday holatlarda ular yashayotgan davlatdagi tegishli organlar tomonidan berilgan hujjatlar, masalan, tiriklikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma O'zbekiston elchixonasi orqali legallashtirilib, pensiya jamg'armasiga yuborilishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan tayyorgarlik ko'rish muhim. Masalan, Kanadada yashovchi 72 yoshli bobo Iskandar. Uning sog'lig'i yomonligi sababli Ontario provinsiyasidagi O'zbekiston konsulligiga borishga qiynaladi. U Kanadadagi shifokordan sog'ligi haqida ma'lumotnoma oldi va mahalliy notarius orqali o'z tirikligini tasdiqlovchi hujjatni tasdiqlatdi. Keyin bu hujjatlarni pochta orqali O'zbekiston konsulligiga yuborib, ularni legallashtirishni so'radi. Konsullik hujjatlarini ko'rib chiqib, ularni pensiya jamg'armasiga yubordi. Bu murakkab jarayon bo'lishiga qaramay, pensiyalarga pensiyasini yo'qotmaslik imkonini beradi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar B. Firibgarlar. Har qanday yangilik ortidan firibgarlar faollashishini unutmang. Ular sizga pensiyangizni saqlab qolish uchun pul o'tkazing yoki ma'lumotlaringizni yuboring kabi SMS'lar yuborishi yoki qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning raqamini, CV kodini, PIN kodini yoki bir martalik tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali xabarlar va qo'ng'iroqlarga ishonmang. Har doim to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qiling. Masalan, erta tongda telefoniga SMS kelgan amaki Said. Undan bank kartasi raqamini va parol kodini yuborishni so'rashganda, u darhol pensiya jamg'armasiga telefon qilib, bunday so'rovlar bo'lganmi yoki yo'qligini aniqladi. Jamg'arma xodimlari bularning barchasi firibgarlik ekanligini tasdiqlashdi. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda yoki og'zaki tarzda tarqaladigan mish-mishlarga ishonmang. Faqat rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytidan, uning hududiy bo'limlaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan olingan ma'lumotlarga tayaning. Noto'g'ri ma'lumotlar sizni noto'g'ri yo'lga boshlashi va ortiqcha xavotirga solishi mumkin. 3. Uzoq navbatlar va byurokratik to'siqlar. Yangilik joriy qilingan dastlabki kunlarda pensiya jamg'armasi bo'limlarida yoki davlat xizmatlari markazlarida navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli imkon qadar oldindan harakat qilish, kerakli hujjatlarni tayyorlash va tartibli harakat qilish muhim. Ba'zida esa bir organ boshqasidan ma'lumot so'rab, jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'lish va barcha kerakli hujjatlarni bir joyga jamlashga harakat qilish kerak. 4. 20 oy muddati. 20 oydan boshlab pensiya bloklanishi mumkin degan ifoda aynan 20 oy kuni hamma narsa to'xtaydi degani emas. Bu muddat 20 oydan boshlab pensiya jamg'armasi tegishli ma'lumotnomani taqdim etmagan pensionerlarning pensiya to'lovlarini bloklashga ahli ekanligini bildiradi. Ya'ni sizda bu sanaga qadar yoki undan keyin ham ma'lumotnomani taqdim etish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin qancha tezkor harakat qilsangiz, shuncha yaxshi. Eng muhimi kechiktirmasdan harakat qilish. 5. Bloklash va to'xtatib turish o'rtasidagi farq. Pensiya bloklandi degani bu endi hech qachon olmaysiz degani emas. Ko'pincha bu vaqtincha to'xtatildi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni siz kerakli ma'lumotnomani taqdim etganingizdan so'ng pensiya to'lovlari qayta tiklanadi va odatda o'tkazilmagan summalarni ham olishingiz mumkin. Ammo bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin va bu vaqt mobaynida siz pensiyasiz qolishingiz mumkin. Shuning uchun eng yaxshi variant umuman bloklanishiga yo'l qo'ymaslik. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Men o'zingizning xavf ostida ekanligingizni aniqlang. Avvalo, o'zingizning yuqorida aytilgan tashvishlanish kerak bo'lganlar
toifasiga kirish kirmasligingizni tekshiring. Agar siz chet elda yashasangiz, ishonchnoma asosida pensiya olsangiz, uzoq vaqtdan beri ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz yoki nogironlik bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, demak, sizning harakat qilishingiz shart. Agar siz O'zbekistonda yashasangiz va ma'lumotlaringiz yangi bo'lsa, xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo baribir 2 qadamdan boshlab harakat qilishingizni tavsiya etaman. Ikkita kerakli hujjatlarni to'plang. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: o pasport yoki ID karta, asli va nusxasi, o pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, o bank kartangiz pensiya tushadigan. O agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi. O agar ishonchnoma orqali pensiya olsangiz, ishonchnoma uning nusxasi. O chet elda yashasangiz, yashayotgan davlatingizdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan olinishi mumkin bo'lgan tiriklikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki shunga o'xshash hujjat. Bu ma'lumotnomani olish tartibi elchixona, konsullikning rasmiy saytida ko'rsatilgan bo'ladi. Ularning telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? O pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu eng asosiy manzil. Siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. O davlat xizmatlari markazlari DXM. Hozirgi kunda ko'plab davlat xizmatlarini DXM orqali olish mumkin. Pensiya masalalari bo'yicha ham DXMlar yordam bera oladi. U yerga borib, vaziyatingizni tushuntiring va qanday hujjat kerakligini so'rang. O chet elda yashovchilar uchun. O'zbekistonning siz yashayotgan davlatdagi elchixonasi yoki konsulligi. 4. Nima deb so'rash kerak? Murojaat qilganingizda 20 oydan boshlab pensiya bloklanishi mumkinligi haqida xabar eshitdim. Mening pensiyamni olishda hech qanday muammo bo'lmasligi uchun qanday yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat taqdim etishim kerak deb aniq so'rang. Vaziyatingizni batafsil tushuntiring. Masalan, men chet elda yashayman. Men ishonchnoma bilan pensiya olaman va hokazo. 5 muddatlar, imkon qadar tezroq harakat qiling. 20 oy muddati juda yaqin. Sizda hozirdan boshlab kerakli hujjatlarni yig'ish va murojaat qilish uchun oz vaqt qoldi. Kechiktirish pensiya to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. 6. Agar pensiya bloklansa, agar pensiyangiz 20 oydan keyin bloklansa ham xavotir olmang. Darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, kerakli hujjatlarni taqdim eting. Jarayonni boshlash uchun barcha sa'y-harakatlaringizni qiling. Odatda muammo bartaraf etilgach, to'lovlar qayta tiklanadi va o'tkazilmagan summalarni ham olasiz. Ammo bu biroz vaqt va asab talab qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar, bugun men sizga juda muhim mavzuda ma'lumot berdim. Pensiya bu har bir keksa yoshli insonning hayotida barqarorlik va ishonch manbai. Bu barqarorlikni saqlab qolish uchun o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rish juda muhimdir. Xulosa qilib aytganda, Urmaydan boshlab ba'zi toifadagi pensionerlar uchun pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma taqdim etilmagan holda bloklanishi mumkin. Bu ayniqsa chet elda yashovchilar, ishonchnoma orqali pensiya oluvchilar va uzoq vaqtdan beri ma'lumotlarni yangilamagan shaxslar uchun dolzarbdir. Shuning uchun vaziyatingizni aniqlang. Kerakli hujjatlarni tayyorlang va imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim xabarni o'z yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Balki ularning ham pensiyasini saqlab qolishga yordam bergan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat va sog' bo'ling.